bu ham. Ya'ni Benyamin Netanyahu boshchilikdagi sionistik bir hukumatning Eronga hujum qilishi bu ratsional qaror emas, irratsional qaror. Albatta, bu mana xuddi Rossiyaga o'xshab ish qildi. 3 kunda Kiyevni olamiz dedi va bular ham 3 kunda Eronni yiqitamiz dedi. Rossiya o'xshatolmadi. Bugungi kunda Isroil ham o'xshatolmayapti. Mana ko'rinib turibdi, o'xshatolmayotganligi. Bular kibrlanib ketdi. Isroil o'yladiki, mana Hamasni biz maqib tashladik. Hamasni biz tormor qilib tashladik. Hizbollahni nima qildik? Aytdiki, Hizbollah Hamasdan 10 barobar kuchli, ehtiyot bo'lish kerak deyilgandi. Lekin mana biz Hizbollahni ham tormor qilib tashladik. Xuddi shu usul bilan, xuddi shu metod bilan biz Eronni ham tormor qilib tashlaymiz. Yaxshi, o'sha Fordadagi yadro reaktoriga qo'limiz yetmasa, qudratimiz yetmasa, biz keyin baribir Amerikani shu o'zimizga sher qilib ola olamiz degan ma'noda shu avanturani boshladi bu avantura. Avanturalarga hozir ko'rindi. Mana hozir oxirgi 3 kundan beri Eronning hali eng zamonaviy emas, eski raketalari Isroilga kritik zarbalar beryapti. Endi qiziq, mana bular o'zlaricha aytdiki, biz plan B'miz ham bor edi. Agar biz mana shu birinchi zarbadayoq Eronning harbiy qudratini va shu yadro dasturini yo'qotolmasak, keyin bizning B planimiz bor edi. Biz aqlimiz ruslarga qaraganda B planimiz bo'yicha biz keyin ularni neft, gaz va iqtisodiga zarba beramiz. Keyin ular hech qayerga qocholmaydi, keyin taslim bo'ladi degan edi. Lekin shu yerda bu janoblar Eron nima marojniy tomosha qilib o'tiradimi deb savol bermagan. Endi hozir Eronning Isroil iqtisodiga berayotgan zarari Isroilning Eronning iqtisodiga berayotgan zarardan oshib tushyapti. Chunki Eron mana nimadagi Hayfadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodini yoqib yubordi. Bu neftni qayta ishlash zavodining yonida Isroil aviatsiyasi uchun yoqilg'i ishlab chiqaradigan yana bitta zavod bor. U ham yonib ketdi. Keyin Ben Gurion xalqaro aeroporti bugun tep-tekis. Yarimi yo'q uni. Asosiy aeroportidan Tel Avivdagi. Xalqaro aeroport asosiy, to'g'ri, yana Quddusda ham aeroport bor, lekin Eron uchun bu aeroportlarni yo'q qilib tashlash, uning infrastrukturasini, uchish yo'lagini yo'q qilib tashlash hech narsa emas. Mana eng yirik aeroportni yo'q qilib bo'ldi. Va undan tashqari Eron bir nechta nimaning Isroilning yadro obyektlariga ham zarba berdi. Dimon, mana Nagif cho'lida Dimon degan bir shaharcha bor. Bu yadro shaharchasi hisoblanadi. U yerda Isroilning yadro arsenallari saqlanadi, yadro boyitadigan uran boyitadigan zavodlari bor. U yerga zarba tushdi. Keyin biz aytgan Hayfada yana Erondagi atom elektr stansiyasi bor. U yerga ham hozir zarar keltirilgan. Agar yana bir ikki martaga u yerga zarba tushadigan bo'lsa, u yerda radiatsiya qochuv yuz berishi mumkin. Yoki shu biz aytgan Dimon yadro obyektiga ham zarba beradigan bo'lsa, u yerda ham yadro reaktoriga zarar bersa, agarda Isroil kichkina davlat. Biz mana shu birinchi ko'rsatuvda aytgan edik, Isroilning eng katta kamchiligi bu hududlarning kichkinaligi. Bunday zarbalar, hatto noyodiraviy zarbalar ham Eronning o'sha fuqaroviy infrastrukturasiga, Isroilning fuqaroviy infrastrukturasiga, harbiy infrastrukturasiga kritik zarar berishi mumkin va biz buni bugun ko'ryapmiz. Ya'ni shu qanday qilib Kiyevni 3 kun ichida Rossiya ololmagan bo'lsa, Isroil ham Eronni 3 kun ichida taslim qila olmadi. Endi bularni plan B'si ham ishlamayapti. To'g'ri. Men o'tgan safar aytgan edim, bir nechta neft quyuvchi terminallar bor. Eron uchun juda kritik. Agar shularni portlatadigan bo'lsa, Eron mana shu eksporti, eng avvalo neft eksporti juda katta zarar ko'radi va bu Eron uchun juda va juda ta'sirli deb. Lekin Isroil ekonomikasining ham mana asosi bo'lgan energetika gidroelektr stansiyalari, mana bu atom elektrostansiyalari, undan tashqari boshqa shunaqangi iqtisodiy qudrat hisoblanadigan shu bularning harbiy sanoati, bular ham
zarba yeganda ham kritik og'ir zarbalarni qabul qilib olyapti. Biz o'tgan safar mana bu bir nechta shaharlarda butun boshli kvartallar bugungi kunda yashashga layoqatsiz bo'lib qolganligini aytdik. Bu hali yana bir marta tomoshabinlarga. Bu hali Eronning o'sha eski tuski raketalari bilan. Eron endi mana kuni kecha o'zining zamonaviy raketalarini ishlatib boshladi. Mana Shahob 3 raketasi, o'rta Osiyoga uchuvchi, yuk ko'tarish bo'yicha 1,5 tonnalik raketalar, 1,5 tonna trotil ekvivalenti, giper tovushli raketalarni ishga soldi bir qanchasini. Undan tashqari hali Eronning arsenalida undan da qudratli quroli bor. 1800 kilogramlik trotil ekvivalentdagi eng og'ir raketalar ham bor. Endi u raketalar soni noma'lum, lekin ularning ikkitasi bir boringki bir 20 ming, 30 minglik shaharni tekislab qo'yishi mumkin. Ikki donasi yetarli bu raketalarning. Xo'p, Isroilda qancha shaharlar bor 20 ming, 30 minglik? Ja oshib borsa bir 60 ta bo'lishi mumkin, 50 ta bo'lishi mumkin. Isroil kichkina davlat deb aytyapmiz. Aholisi endi 8 millionga yetayotgan yerda o'zi. Endi bular ham doimiy aholi emas, chunki ko'pchilikda ikkita pasport bo'ladi.